Prezidentimizning islohotlari negizida millatlararo totuvlik va hamjihatlik turibdi. Bu birdamlik bizga begona emas, azaldan qonimizda bor, ajdodlarimizdan merosdir. Bugun qaysi sohada yangilanishlarni ko'rmaylik, uning negizida inson qadri va xalqimizning ahilligi mujassamdir. Bizning yerimizde qanday o'zgarishlar bo'lib o'tiribdi? Biz bir elning farzandimiz. Sebebi biz qiz alishib, qiz berishib o'tirgan yerimiz. Burundan biz dunyoni iki retdan qoldirganmiz. Birinchi inson deymiz, ikkinchi inson deymiz. Olimlar zertlab ko'rgan vaqtida buning siri ne degan vaqtda sirining eng nesi durust boshchilikda birinchi, ikkinchi su bilim bilan ilmning rivojlanuvida, uchinchisi tatuvlikda ekan, o'zbirchilikda ekan. Hammasi ult deymiz, urug' deymiz. Solardan hammasi boshqasi biz bir elmiz, bir vatanmiz degan vaqtda shunday ulkan tabislar ilmde, bilimde, tarbiyada, hamma taraflarda ulkan bir natijalar bo'lar ekan. So'ng shunda mana bizning elimizde birinchi instansning eng ulug' insonlarning biri Beruniy bobomiz bu yerdan 145 kilometr Kat qalasida tug'iladi. Dunyoni tan qoldiradi. Dunyoda birinchilar qatorida dünyanın şar nesinde ekenin, Globus'un avtori deydi. Kolumb'dan 500 bulun Amerika'nı kartaga түсірген insan bizim babamız, Beruniy babamız. Mine usu davrda bizim elimizde sunday o'zbirchilik, sunday milletaralı tatuvluk, niyet bir idrus boshchilik bo'lgandan keyin sunday tabislarga ega bo'lgan. Ikkinchi inson deymiz, mine bu yerdan uzoq emas Samarkand qalasında bizim babamız, Ulubek babamız dünyada bir yıldan ölçemin qog'oz qalem bilan 365 gün 6 saat қазіргі olimlarning etkenine qaragan vaqtda ayırması 1 minut 2 sekund. Ya'ni soğağında usunday ilim, usunday dünyani tan qaldırıp, bunday bilim, bunun sırrı nede degan vaqtda sırrı o'zbirchilikda, birlikte bo'lib chiqdi. Mine bugün bizim yerimizde usunday o'zgarishlar bo'lyapti. Keyingi 9 yıldagi o'zgarishlar 100 yillarga tatiydi. Misal sifatida aytaylik. Qaratereng sonda ulkan ko'l bo'lgan, necha odamni bu balığı bilan baqqan, su yerlarda sonday bir foizli yer bo'lgan. Elboshimiz keldi, oyog'i satli bo'ldimi, Qaraterengni ko'rdi. Bu foizli yer ekan bu. Bu bir cennet makan ekan bu. Bu yerda ulkan bir turistik bir ne yaşayık, oraya yaşayık, maskan yaşayık dedi. Deminin arasında sonday bir neler payda oldu. Komşu yerlerden gelip adamlar etni bayram kıldı. Sesi болады ekan bu. Durus boshchilik kerak ekan, elni suyu kerak ekan, el uchun, xalq uchun janınam, bar xarajatdan kerak bo'lsa qarz kredit alib xalq uchun, el uchun istese hammasi bo'ladi ekan. Endi burun hamma butkul Yevropa Mo'ynoq tanir edi. Biroq tek karabillerning qo'yimchiligi bilan tanisadi. Mo'ynoq deb yozadi, adamlar ana bu bo'layotir, mana bu bo'layotir, onun жаңағы duzu ushib nega Alyaskaga jetdi, boshqa ana buni degan gaplarni eshitib, biz ishimizdan bir azmaz bir endi o'kpa degan o'kpa yo'q qo'y, biroq qiynalar edik. Hurmatli elboshimiz 2016 yılın ahırında prezident bo'lib saylandı. Men eng O'zbekistonning territoriyasining qiyin yerga borib, birinchi nemde tashrifimni so'rga boraman deb Mo'ynoqqa keldim. Burun 100 yılning ishinde 14 qana 2 qavatli joy solingan ekan. Keyingi 2-3 yılning ishinde soncha qavatli, 2 qavatli emas, soncha joylar, saraylar, amfiteatr, stadion, endi aeroport bu ertek. Endi Mo'ynoqning o'zining rayonning sentrindagi xalq 10 mingga shamolas xalq bor шығар. 10 ming xalqi bor yerga ulkan fuzelajli Boeing ya 320 samolyot kelib түседі dese, hech kim sенбес edi dunyoda. Sol bor, Mo'ynoqqa keldi. Prezidentimiz kelib, осы Duzluqumlarda, осы балаларымыздың ауруына не болып отырған zatlarda жоқ қылу үшін не керек деген уақытта ақсақалlarımız айтты, сөйледегі жасыл күндер. Кәнеге bu yerде бір көгіміз астырып нетсек, біріншіден біз мал менен күн көріп отырмыз, малымызға не болар еді?
Екіншіден кәне сол жерде бір крамлар болып тұр, құс нелер қайтып кесе. Әмме вилаятлардан жас, сол отанды сүйетұғын, елді сүйетұғын, азамат жігіт қызлар өзінің таза ұсталмаған техникасы менен келіп, 1 миллион 700 гектар жерге сексеуілзарлар етті. Ешкім тоңдым, аш болдым, қиналдым деген сөзді айтпай, міне біз бүткіл дүния жүзіне біздің халқымыздың ауызбіршілігін, біздің еліміздің, біздің мемлекетіміздің құдіретін көрсетіп білдік. Бұның әммесі бір зат, ауызбіршілік, бірлікпен болып жатыр. Hayotimizning har bir bo'g'inida amalga oshirilayotgan bu kabi islohotlar xalqimiz roziligi, har bir xonadon ravnaqi va yurtimizning tinch osoyishtaligini ta'minlaydi. Bu albatta o'z navbatida barchani bir maqsad yo'lida birlashtirib, yangi O'zbekiston poydevorini mustahkamlaydi.